Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: bir kofirni qo'lida ishlayman debdilar. Ishlari shu ekanki, u kofirni etiga qarar ekanlar. Yoki uylarda qor kurar ekanlar. Ya'ni qisqa qilib aytadigan bo'lsak, shu xizmatkor degani. Lekin namozlarimga, sunnatlarimga qarshi emas debdilar. Shu ishda ishlashim joizmi? Bu ish harom. Alloh uchun bu ishni tark qilishingiz kerak. Bu nafaqat aslida inson Alloh uchun bu ishni tark qilishlik degani ham asli uyaladi. Balki nafsiz uchun ham hattoki shu ishni tark qilishingiz kerak. Oriyatingiz uchun ham hattoki shu ishni tark qilishingiz kerak. O'zingizni o'zligingiz uchun ham hattoki shu ishni tark qilishingiz kerak. Chunki Alloh taoloni so'zini, va'dasini bir puchga chiqarib qo'ymangki, Alloh taolo Qur'onda aytib qo'ygan. Valan yaj'alallohu lil-kafirina 'alal mu'minina sabila. Hech qachon Alloh taolo kofir uchun mu'minning ustidan ustunlikka yo'l bermaydi degan. Alloh yo'l bermaydi deb turgan paytda siz shu kofirni o'zingizga ustun qilib, nafaqat u kofirni, balki shuning etini hatto o'zingizga ustun qilib bu darajada past ketmang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga kofir bilan bo'lgan muomalani qanaqa deganlar? Yahud, nasroniy bilan bo'lgan muomalani qanaqa deganlar? La tabda'ul yahud va an-nasara bis-salam. Va idza laqitumuhum fit-tariqi fattarruhum ila adyaqi. Yahud, nasroniylarga yo'liqib qolsanglar, ularni go'yoki bir, ya'ni hurmat qilgandek qilib salom berib boshlamanglar, haligi ko'ksiga qo'lni qo'yib. Agar ularga ko'chada yo'l qilib qolsanglar, ularning yo'lni chekasiga qisib o'tinglar deganlar. Hattoki ularning shaxsiyati ko'chada kerilib yurmasin. Endi u eti degan narsani gapirib o'tirishga hojati yo'q. Etki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadisda aytganlarki, "Man iqtana kalban naqasa min ajrihi kulli yawmin qirat aw qiratan." Kim it boqsa, har kunlik ajridan bir qirot yoki ikki qirot kamay boradi deganlar. U qirotki Uhud tog'idek bir tog'. Shuncha ajr qilganmisiz kuniga? O'zi mana namozlaringiz, ro'zalaringizni zo'rg'a o'qiyapsiz, sunnatlarda ham qilyapsiz. Qanday darajada? Lekin Uhud tog'ichalik kunlik ajringiz bormi? Rasul aytayaptilarki, har kunlik ajridan shuncha kamayadi it boqqan odam deyaptilar. Shuni o'zi yetadi aslida. Yoki innal malaikata la tadkhulu baytan fihi sura va la kalb dedilar. Malaikalar surat bor va it bor uyga kirmaydi dedilar. Bir farishta kirmagan shunaqangi harom xonadonda pul topib, o'sha yerda bir baraka topaman deb o'ylaysizmi? Men ta'na qilmoqchi emasman sizga, nasihat tarzida aytayapman. Shuning uchun bu ish emas. Bu darajada inson Allohdan umidsizlanib bir kofirni etiga qarab, shuni qo'lidan kelayotgan rizqqa qarab qolmaslik kerak. Hech kim alhamdulillah hozirgi zamonda shu darajada ishlamasdan bir ochdan o'layotgani yo'q. Agar och qolsangiz ham bilingki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning uylarida 3 oylab qozon qaynamasdi. Ochlikdan tosh bog'lab yurardilar. Ahli suffa masjidda yotib, masjidda ibodat qilib, Abu Hurayra radhiyallohu anhu ga o'xshagan insonlar mana shu masjidda yotib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ta'lim olib, natijani qarang. Eng ko'p hadis rivoyat qilgan inson Rasulullohdan Abu Hurayra. Bizga dinni yetkazgan inson Abu Hurayra. Abu Hurayra radhiyallohu anhu o'zlari haqida aytganlar. Yaqulun nas akthar Abu Hurayra. Odamlar aytadiki, Abu Hurayra buncha ko'p gapiradi. Nima buncha ko'p hadis aytadi? Aytaveradimi? Qayerdan olyapti buncha narsani? Shunaqa deb o'ylaydi-da ba'zi odamlar. Bir inson ko'p gapirsa, ko'p hadis aytsa, bu deydi bir gapdon ekan, xolos bir alja bo'lar ekan-da deydi. Go'yoki ishonmaydi shu narsani haqiqatda bir Rasulullohdan olganligiga.
haqiqatda sunnatni gapirayotganligini tan olmaydi, kibri yo'l qo'ymaydi. Gapiraveradi, o'tiraveradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ham shunaqa qilgan. Abu Hurayra o'zi haqida aytgan. Odamlar Abu Hurayra juda ko'p gapiraveradi deyshadi degan. Soatlab o'tirib hadis aytardi. Soatlab o'tirib hadis aytardi Abu Hurayra. Shu darajada ko'p ilm olgan Rasulullohdan. Lekin qarang, Abu Hurayra qanaqa yashagan? Kechalari och qolib ketganimdan degan. Ko'chaga chiqib birorga yo'liqib qolsam derdim degan. Unga yo'liqib qolsam, harginga to'xta, senga bir Qur'on o'qib beray derdim. Toki yur uyimda o'qib berasan desa-da, uyiga olib ketsa-da shu ovqat qilib bersa derdim, ochligimdan degan. Chirolmaganda ko'chaga shunaqa qilib chiqardi. Umarga yo'qdim bir kun ko'chada och degan. Umarga kel senga falon surani o'qib beray yoki menga falon surani o'qib ber desam, Umar o'qib berdi, ketdi, tushunmadi maqsadim degan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yo'liqdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushunib Abu Hurayraning uyiga borib ovqat yedirib yuborganlar. Abu Hurayra aytganki, odamlar Abu Hurayra ko'p hadis aytib yubordi deydi. Men palonchaga o'xshab menga xizmatkorlar xizmat qilmagan degan. Men palonchalarga o'xshab shirin ovqatlar yemaganman degan. Ochligimdan shu qornimga tosh bog'lab bo'lsa ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan hadis eshitsam deb masjidda yotib yurardim. Ya'ni shuncha mashaqqat evaziga olmasdan nima qilay degan. Allohning adolati bu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga aytganlar, "Inna ajraka ala qadri nasabiki." Sening ajring, beriladigan haqqing mashaqqating miqdoricha bo'ladi deganlar. Shuncha mashaqqat chekkandan keyin Alloh zoya qiladimi? Shuning uchun aytayapman, shuncha hadisni olganman-da degan. Nima yoshirish kerakmi? Olgandan keyin aytadi-da. Maqsadim bu gapni gapirishdan shu darajada holatga tushsangiz ham, lekin unaqa ishda ishlamang. Sahobalar mana bundan battar holatda yashab, qarangki qiyomat kuniga qadar Alloh ularning amalini boqiy qildi. Bu ishning uchun mutlaqo musulmonga to'g'ri kelmaydi. Biz guruhda savolga kofirlar qo'lida ishlashlik haqida javob bor. Mana savol javob guruhidan izlasalar bundan da batafsil javob topiladi inshaalloh. Vallohu alam.